Salafi solihinlarda shuncha aytishgan, bir kishi yig'laydiganda molimdan ajralib qoldim deb yig'laganda dunyo uchun yig'laysanmi degan. Ali dunyo tabki degan, dunyo uchun yig'layapsanmi? Bu hech qachon dunyo yig'lashlikka arziydigan narsa emas bu. Faqat buni tushungan odam, his qilgan odam biladi bu narsani. Oxirida ham mayli kiya, shag'iga ham shukr kiya deb qo'yadi. Bu shukr emas bu. Shunchasiga ham shukr ku deb qo'yadi. Shikoyatni qiladi, gapirib, yomonlab, keyin shunchasiga ham shukr ku deyiladi. Bu shukr emas bu. Bu shikoyat bo'ldi bu. Shukr qilishda bunaqangi gaplar gapirilmaydi. Alloh subhanahu va taoloning sizga bergan ne'mati afzalmi yoki sizga bermagan ne'mati afzalmi, siz uni qaysi yaxshiligini bilmaysiz. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Sizlar bitta narsani yaxshi ko'rasizlar, aslida u sizlar uchun yomonlik. Biz insonlar xuddiki yosh bolalarning kattarog'imiz. Yosh bolani kattarog'i. Yosh bolaga qarasangiz, bitta og'izga so'radigan kampit uchun, hali halvo uchun bir uy bola o'shaning orqasidan yig'i-sig'i qilgan ovoragarchilik. Keyin o'sha kampitini olib turib yeb, yo'qolsin shu kampit deb otib yuborsangiz agar, hammasi o'chadi. Bizlarning hayotimiz xuddi shunday. Bitta kampit bo'lgan o'sha dunyoning shirinligiga bir-birimizni o'ldirish darajasigacha boramiz. G'iybat qilgan, orqasidan gapirgan qancha yomonliklar bo'ladi.